Bu bola nimaga efir yoqmayapti deb hayron qoldinglarmi? Mana hozir tuxum terib o'tiribman. Biraz tishim og'rib qoldi. 3-4 kun bo'ldi. Bir vagon duh bilan tish doktoriga bordim. Borsam, mana tishim tepasi sinib ketgandi. Shtif qo'yib beraman dedi. Bo'pti dedim. O'tirdim. Qolgan umrim esimga tushib ketdi. Bor vobshe tish doktorini o'tiradigan anaqasi yomon. Dushmanimga ravo ko'rmayman. Yomon narsa bilasizlar-ku. O'tirdim. Keyin ninami bir balolarni boshladi. Mama, papa deb boshladim men ham. Nimadirlarni tiqdi, kovladi. O'zbekimiz-ku ichimda aytdim, onang kovlayverarkan bular dedim. Keyin og'ridi, chidolmadim to'g'risi. Ana bitturgan ting etadi. Manaqa uryapti, mana qilsam og'riyaptimi deydi. Aka nima deb o'ylaysiz men? Bo'ldi, anaqa qilamiz. Aka olib tashlaymiz deydi. Voy biling dedim, faqat aka ko'proq ukol qiling, aytgancha ukoliga chidab olsanglar bo'ldi, qolgani yerunda. Mana ukol bor-ku, anaqa joylarga qiladigan. O'shanisiga chidab olsanglar, bitta tiqib o'rgatib olsa bo'ldi, xudo xolasa. Qolgani bilinmas ekan ukollarini og'rig'i. Keyin tiqdi boshladi-yu, darilatish qilib 1,5 metr suyak bir balolar chiqib keldi. Dahshat. Aka, men Instagramim bor. O'shanga podpiska tashlab qo'ying dedi. Obbo bilayin dedim. Kimni mani dardida? Bo'pti aka, like bosaman dedim. Xullas. Okalar vobshe kunimni ko'rsatdi-da. Keyin ana qildim. Instagram tomosha qildim o'sha yerda. Podpiska tashladim. Bunga ham bir ikkita mashinalarni ko'rib qoldim o'tda. Mana eski mashinalar bo'ladi-yu, shunaqalarni. Pulimni konkretni yeb ketganda, mana shunaqa halol pullar bo'ladi-yu, men ko'pchilik halol-ku. Xudoga shukr, mana ham halol bo'lgan. Hech qachon birov haqqini yeb bunaqa qilmagan. Biz mana shunaqa o'ylaymiz-da, aksariyat mana shu TikTokda o'tiradiganlarning aksariyati allangan insonlar deb hisoblayman. Nimaga bilasizlar? Bunga sabab Instagramda hamma o'zini idealni deb ko'rsatadi. Qaroma, mana soxta insonlarning soxta rasmlari, kampirlarning 18 yoshli rasmlari, mana shunaqa bo'ladi-yu.